Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bitta ishimiz xudo xolasa to'g'riga yetib bormoqda. Inshaalloh ikkita erkeri bor xonadonda to'g'ri. Birinchi erkeri bitgan hisobda. Ikkinchi erkerini boshlashgan. Firmalarimiz mana xudo xolasa oralari 1 metrdan qo'yildi. Balandligi 3 metr bo'ldi. Yenimiz bino tashidan tashgacha 880 shapkalari bilan 10-30 bo'ldi. Xudo xolasa 56 millionga baraka bo'lgan. Tunikasi bilan yopish ichida bo'lib, tunikiga tayyor bo'lyapti. Inshaalloh tunikasini ham yopilgandan keyin bir video obzor qilib qo'yib beramiz. Juda go'zal holatda bo'lyapti mana.